أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bir kuni Janob Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam Madina bozorida bir otga xaridor bo'ldilar. Ot egasi Sa'va ibn Haris ismli bir badaviy edi. Oldi-sotdi ahdlashuvdan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam pulni olib kelish uchun ketdilar. Bu orada otning sotilganidan bexabar ba'zi kishilar u badaviyning atrofini o'rab olishdi. Savdolashishga kirishdi. Badaviy Nabiy muhtaram janobimizning ortlaridan "Agar otni olmoqchi bo'lsang, pulini hoziroq ber. Bo'lmasa men uni sotib yuboraman" deb baqirdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam orqalariga qaytdilar. "Men bu otni sendan sotib olmadimmi?" deb hayratlandilar. "Yo'q, vallohi uni senga sotganim yo'q. Ammo men uni sendan sotib oldim. U holda so'zingga guvoh keltir. Otni sotganingga men guvohman. Sen uni savdolashib sotding." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ajablanib, ovoz chiqqan tomonga o'girildilar. Gapirgan Huzayma ibn Sobit ekan. Savdo tepasida u bo'lmaganini bilardilar. O'zi ko'rmagan voqeaga guvohlik berishi g'aroyib emasmi? "Nimaga asoslanib guvohlik beryapsan, ey Huzayma?" deb so'radilar. "Sizning payg'ambar ekaningizga qanday ishonsam, o'shanga asoslanib, ey Allohning rasuli. Siz Allohdan keltirayotgan shuncha xabarda rostgo'y bo'lasizda, bitta ot savdosida yolg'on so'zlarmidingiz?" Huzayma aniq nishonga urgan. Bu gapni mustahkam iymonning bir dalili edi bu gapi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Huzaymaning ishidan mamnun bo'ldilar. Uning guvohligi badaviyni haqsizga chiqarish asosiga emas, balki payg'ambarining aslo yolg'on gapirmasligi asosiga tayanardi. Huzayma bu oqilona ishi evaziga Rasulullohning xos iltifotlariga sazovor bo'ldi. Janobimizning lablari orasidan ushbu so'zlar to'kildi. Huzaymaning guvohligi ikki kishining guvohligiga tengdir. Olamlar sarvari aytgan bu so'zlarga o'sha yerda turgan bir necha sahoba shohid bo'lishdi. Janobi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam otni oldilar. Pulini badaviyga berdilar. O'shandan keyin bu ot Murtajiz laqabi bilan mashhur bo'lib ketdi. Oradan yillar o'tganida ham Huzayma u kunning aziz xotirasini ko'nglida saqlayajak. Payg'ambarimizning vafotlaridan keyin Hazrati Abu Bakr Siddiq xalifalik davrida Qur'on oyatlari to'planayotganida Tavba surasining oxirgi 2 oyati Rasuli Kibriyo janobimizning huzuri saodatlarida yozilganini ayta oladigan yolg'iz shaxs shu Huzayma bo'lajakdir. Bu oyatlarni Rasulullohning ko'z o'ngilarida yozganingga guvoh keltir ey Huzayma deyishganida faxriy koinot janobimiz mening guvohligimni 2 kishi guvohligi o'rniga qabul qilganlar. Sizlar buni bilasizlar deb javob berajak. Muammo shunday hal etilajak. Rasululloh janobimizning sallallohu alayhi va sallam sevgili birodarlari Huzayma Qur'onning oxirgi yozilgan oyatlariga imzosini shu xilda bosajakdir. Amin ya robbil alamin.